O'zingdan so'ra, qalbingdan so'ra, haq qayerda? Sahobalar Qur'on uchun jonim fido qilgan, sunnat yo'lida sinovlarga bosh egmagan. Bizgacha nima qoldi haq uchun berishga? Hech bo'lmasa qalbni qaytaraylik Robbimizga. Sahobalar Qur'on uchun jonim tikkan edi, Rasul yo'lida borin fido qilgan edi. Bizdan bugun haq yo'lida nima qoldi? Ayt, nafsni yengolmasak qanday davo qilaylik? Alloh bizga aql berdi, ixtiyor ham berdi. Nahot shu ne'mat bizni tafakkurdan qaytardi? Aql haqni izlamasa ne foyda o'sha aqldan? O'zing o'yla birodar, javob izla qalban. Arqon uzillaydir, mahkam osillaylik, Rasululloh zidan yana yuraylik. Bir saf bo'lib haqni yana ulug'laylik, Allohning arqonidan mahkam ushlaylik. Qayerda adashdik, qalbimizdan so'raylik. Bugungi ahvolni bir o'ylab ko'raylik. Alloh bergan aqlni behuda yo'qotmaylik, Rasululloh izidan mahkam yuraylik. Mahkam yuraylik, mahkam yuraylik. Dunyo jilvasiga aldanib qolmaylik, o'tkinchi havas deb umrni sovurmaylik. Har nafas ne'matdir, qadriga yetaylik. Qalbni Qur'on nuri bilan yana bezaylik. Dilimizda zikr bo'lsin, amalda ham ko'rinsin. Yolg'iz qolgan chog'da ham iymon sobit tursin. Ko'zimiz yosh to'ksa tavbadan bo'lsin yosh. Robbimga qaytishning vaqti bugun, ayni fursat. O'zimizni haq deb bilib ko'p ham adashdik. Tafakkur o'rniga shoshqaloqlikni tanladik. Endi qalb uyg'onsin, haqiqatni izlaylik. Robbimizdan hidoyat so'rab yana yuraylik. Qayerda adashdik, qalbimizdan so'raylik. Bugungi ahvolni bir o'ylab ko'raylik. Alloh bergan aqlni behuda yo'qotmaylik, Rasululloh izidan mahkam yuraylik. Biz ham bo'laydik, umr o'tib boradi, har bir nafas yozilar, vaqt ortga qaytmaydi. Boylik ham, shuhrat ham ortda qolib ketadi, faqat ezgu amallar insonga hamroh bo'ladi. Qalb uyg'onsa zulmat ham nurga aylanadi, samimiy bir tavba bilan hayot yangilanadi. Bugun imkon qo'limizda, ertaga noma'lum. Shu onning qadriga yet, vaqt tutmaydi hech kimni. Birodarim, fikr qil, qalbingni tinglab ko'r. Har bir qadam ortida qanday iz qolganing ko'r. Bugun yashar insonmiz, ertaga tariximiz, abadiy yo'lni o'zimiz vijdon bilan tanlaymiz. Qayerda adashdik, qalbimizdan so'raylik. Bugungi ahvolni bir o'ylab ko'raylik. Alloh bergan aqlni behuda yo'qotmaylik, Rasululloh izidan mahkam yuraylik. Qalbimiz uyg'onsin, haqni izlaylik. Allohning arqonidan mahkam osillaylik. Qalbimiz uyg'onsin, haqni izlaylik.